sразу bilasizlarmi, xatga keldim. Ancha yildan beri bitta yaqin opam borlar. Har doim Toshkentga borganlarida ko'rishardik. Bu gal o'zim Xorazmga birinchi marta kelganim uchun sразу salonlariga, yonlariga kelib oldim. Xo'p, Go'zal opa, sizni ko'rsataman. Go'zal opamni Xorazmdan kuzatadigan auditoriyam, Qoraqalpoqdagi auditoriyam и boshqa viloyatdagilar ham menimcha ko'rishinglar bilan sразу bildinglar, o'zi sразу tanidinglar. Ancha yillardan beri faqat Toshkentga borsalar ko'rishamiz-da, qachon borasiz Xorazmga, qachon borasiz dedilar. Men hech ham kela olmasdim. Va nihoyat yetib keldim Xorazmga. Va nihoyat. Endi sizlarga hozir bitta narsani aytmoqchiman. Hozir birinchi marta salonlariga keldim-da o'zim. O'zim real qoyil qolaman texnikaligiga. Sizni ko'rgani keldim, sen o'tir soching bo'yab tashlayman dedilar. Hozir eshitinglar.